Fene Saxirovaga patent topshirgani borgan odamlar 26 ming rubl berib topshirib keladi. Patent olayotgan kuni borsa patentini bermaydi. Nima sababga? Videoga bitta like bo'lsa butun Rossiyadagilarga tarqatib qo'ysa, ular ham xabardor bo'lishsin. Chunki unda kasallik chiqqan bo'ladi. 26 ming rublga kuyadi, yo'l pulisiga ham kuyadi, vaqtiga ham kuyadi. Albatta buni iloji bor-ku, kelinglar mana shuga arzon o'sha feministda olayotgan analizlarni mana shuga topshirasizlar. Toza chiqsangiz borib bittada patentlaringizni olib kelasizlar. Hozir men ichkari kirib hammasini tushuntirib beraman. Juda ko'p aka-ukalarimiz patent topshirib keladi. Olgani borganda patent bermaydi. Kasallik chiqib qoladi. Qanaqa kasallik bo'lsa, u insonga patent berilmaydi umuman. Patent olishda gepatit B, gepatit C, VIH, SPID, sifilis, tuberkuloz kabi kasalliklarga olinadi. Agar shulardan birortasi chiqib qolsa, patent berilmaydi. O'sha analizlarda patentga bormay turib, shuga topshirib o'zini 100% sog'lomligini bilsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Shart emas imminent bizga kelishi, kimga qayeri yaqin bo'lsa, shu aytilgan analizlarni topshirib oldindan bilsa juda yaxshi bo'ladi. Bu klinikada qanaqa doktorlar bor, hammasini aytib o'ting, qaysi biri kerak bo'lsa murojaat qilaveradi. Bizda kardiolog, terapevt, urolog, endokrinolog, ginekolog. O'zingizni sohangiz qanaqa? Meni soham urolog, endokrinolog. Musofirlarga mana shu oyda oxirigacha, yanvar oyini oxirigacha o'zimni qabulim, ko'rik, konsultatsiya mutlaq besplatno. Adres va telefon raqamlar birinchi kommentarda qoldirilgan. Moskva metro Sholkus birinchi vaqtdan chiqqan joyda 3 minutlik yo'l. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar.